Assalomu alaykum, hurmatli YouTube a'zolari. Bizni kuzatib borayotganlar, obunachilar. Qirg'izistonda no'xatdagi bitta ishimiz yakunladik. Kimgadir qiziq bo'lsa O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxda boraveramiz. Bu yerda bitta 50 litrlik kichkina bak samovar qo'yildi. Bu yerda 20 talik qozon, bu yerda 60 litrlik qozon bo'ldi. Bu rабочий stoli, kladovkasi, bu yer moyka. Kimgadir qiziq bo'lsa O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxda bir